Amirul Mu'minin, Amirul Mu'minin. Alloh haqqi, o'sha molda to'kilgan. Qo'lda uzib olmadim. Tosh bilan urib tushirmadim. Allohga qasam. Aldamabsan. Isming nima? Sinan ibn Salama al-Xuzali. Ey Amirul Mu'minin, bolalar hozir kelib qolishadi. Mevani olib qo'yishlari mumkin. Alloh haqqi. Yo'q, men bilan yur, uyingga kuzatib qo'yaman. Bu xurmolarni nima qilasan? Onamga va singillarimga bo'lib beraman. Teng bo'lasanmi? Teng bo'laman. Alloh haqqi teng bo'laman. Sanab beraman. Alloh haqqi. Juda ko'p qasam ichyapsan. Tilim o'rganib qolgan. Alloh buning uchun meni jazolamaydi. Kim buni o'rgatgan? Onam namozni qoldirmay masjidda o'qiydilar. Menga Qur'on o'rgatadilar. Soliha ayol ekan, itoatli o'g'il bo'lishing kerak. Buni ustiga qasamxo'rlikni bas qil. Hozir gunoh sanalmaydigan odating gunohga aylanishi mumkin. Aytganingizni qilaman, Amirul Mu'minin. Menga va'da berasanmi? Ha, Alloh haqqi. Voy, unutdim. Alloh haqqi, unutdim.